Ro'zani umuman tutmagan odam dangasalik qilib, niyat qilmadi, boshqa qilmadi, tutmadi, uxladi. Xotini uyg'otsa ham, bolalari uyg'otsa ham tutmadi. Ishini bahona qildi, boshqa narsani bahona qildi, charchab qolaman dedi. Ayizlar ish bahona emas, shuni yaxshi bilib olaylik. Qayerda ishlaysiz ham tuting ro'zani. Tuting bas tutasiz. Xudoning buyrug'i bu narsa. Ertalabdan kechgacha o'sha kun dalada ishingiz bor, misol uchun. Bugun dalada kartoshka ekishimiz kerak edi, tutasiz ro'zani. Ro'zani tutmaslikka hech qanaqangi uzr yo'q. Hushidan ketib qolsa, kasal bo'lsa, endi ro'za tutishga kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa mayli durum. O'sha kuni bir safarga chiqqan degan bo'lib qoldingiz. Deylik bir bozorga borasiz o'sha kuni yoki dalada ish ko'payib ketdi, bunaqa uzrlar o'tmaydi aytdi. O'shaning uchun ulamolar aytadiki, ro'zani tutmagan odam shunaqa qattiq gunohkor bo'ladiki, kafforat uni gunohini yopolmaydi uni. Gunohini o'chirolmaydi, kafforat kuchi yetmaydi endi.